Xo'sh, bizlarning raqiblarimiz ko'p. Ulardan o'zib ketish uchun anchagina daromad topishimiz kerak. Dinora, senda qanaqa fikr bor? Masalan, tikuv sexini olsak. Bo'lmaydi. U qizlarning ishi yo'q. Maftuna, senda qanaqa fikr bor? Masalan, o'g'likka tushsak. Xo'sh, kimnikiga o'g'likka tushamiz? Mana shu ofisni boshlig'ini uyiga. O'ylab ko'ryapsanmi? Bu ofisni boshlig'i meni. Bo'lmaydi. Sendachi? Masalan, molotga solsak. O, yaxshi fikr. Lekin qamalib ketsak-chi? Nima deb o'ylayapsiz? Men o'zimizni molni aytyapman. Rossiyadan olib sigir qo'yib ketsak, anchagina daromad topamiz. Voy-yo, endi molni olib kelib sotamizmi? Bo'lmaydi. Hech biringdan hech qanaqa fikr chiqmadi. Alo. Da. Ya. Qo'min edi. Qancha? Million. 2 million deb aytamiz. Chiqib turlar. Serozini bo'lish qiyin ekan-a? Siqilib ketdim. Kecha oqshom Salak yaxshi narsa ekan. Tovarxon. Birinchi pul, keyin tovar. Tushunmadimi? Men sana bunaqa razmer buyurmadim-ku. Pulga yarasha. Tushunmadimi? Bakın chiqsin. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Bak, saçımda.
Ular sahnaga chiqib, tarbiyaviy soatlarga qatnashib, ko'rsatuvlar ko'rsatib, o'zinglarni ko'rsatmaysizlarmi? She'rlar yodlab, ashulalar aytib, satiralar qo'yib, nima qilganinglar bular? Bir-biringlar bilan urushib, o'zlaringlarni yomon ko'rsatib, undan ko'ra ko'ryapsizlar mana boshqa maktablarda kven bo'lyapti. Mana maktabimizda 18-mart kuni kven bo'lay deyapti. Undan ko'ra bir komanda bo'lib kvenga qatnashinglar. Ha, xuddi shunday to'g'ri aytishadi mana. Bu yili 1-may maktabida kvenning 5 yilligi katta tantana bilan o'tkazmoqda. Sabrixim maktabida mana ilk bor kven o'tkazildi. Nahot bizning maktabda shunday kvenga qatnashuvchi yigitlar chiqmasa, kvenga tayyorlanishga bizda yigitlar bo'lmasa, kven komandasini tuza olmasak. O, mana bo'larkan u. Mana stop bo'ldi. Bo'lmasa bir yaqadan bosh, bir yengdan qo'l chiqarib, birgalikda bir komanda bo'lib kvenga tayyorgarlik ko'ramiz. Kelishdikmi? Stop. Keyingi miniatyuralarimizni keyingi shartlarda ko'rasiz.